Janubiy Koreyada bugun shanba 11-oktyabr Chuseok bayrami shanba yakshanbalarga ham to'g'ri kelib ketdi. Ko'p joylar bir hafta 10 kun dam oldi hisobda. Bosing tog'a, bosing. Yetti 10 kun dam olishdi. Juda ko'p joylar. Aynan Chuseok bayrami munosabati bilan. Banklar ishlamayapti. Bugun shanba shunaqa ham ishlamaydi. Juma ham ishlagani yo'q. Ko'p joylar ishlamayapti. Meni mahallam mana shu yerlar. Koreyslar shunaqa uylarda yashaydi. One room deydi, one room. Koreychasiga bu talaffuzi volume bo'ladi, volume. Men ingliz tilini o'rganganimdan keyin tushunib yetganman one room ekanligini. Ungacha tushunmagan ekanman. Koreys tilida one room deb yuraverganman. Bir xona degan. One room, two room. Bu Vyetnamlarning oshxonasi. Bu bitta mahalla. Bu yerda ham Vyetnamlarning oshxonasi bor. Bu yoq ham bizning ko'cha, shundoq ketadi. Kyongsan shahrini ko'rib turibsizlar. Bu yerga yangi muzey ochildi, tarixiy muzey. Kyongsan shahri haqida ma'lumot berib turuvchi muzey. Sizlar ko'rib turgan bu ko'chalar Imdangdong, Choyongdong mahallasi. Bu yerda sizlar o'zbeklarni, vyetnamlarni, xitoyliklarni uchratishingiz mumkin. Ko'chada yurgan 5 ta odamdan 4 tasi chet ellik, xitoylik, o'zbek yoki da Vyetnam. Barakasini bersin. Bu yoq ko'cha, bu yerda ham mana shu ko'cha. Men mana shu mahallani hammasida yashab chiqqanman. Shu mahallani har bitta ko'chada yashab chiqqanman. 14-fevralda Janubiy Koreyaga kelganimga 7 yil bo'ladi. Mana shu 7 yil ichida hamma yerda yashab chiqqanman. Ya'ni har 6 oyda uy almashtiraverganman. Qanaqadir qiziq yangi joy, yangi holat, yangilik, menga yangiliklar yoqadi. Xullas shunaqa gaplar. Janubiy Koreyaga bo'lgan safarimni bu yil yakunlamoqchiman. O'zbekistonga borib, endi O'zbekistonda harakat qilib, shu yerda o'z ishlarimni boshlamoqchiman. Qiyinchilik bo'ladi, Janubiy Koreyaga kelib qanday qiynalgan bo'lsam, 7 yil O'zbekistonga bormaganman. Endi O'zbekistonga borib, xuddi shunday qiynalaman. 6 oy, 1 yil o'zimni harakatimga, mashaqqatimga bog'liq. Koreya zo'r mamlakat, hammaga tavsiya qilaman.